ishdan chiqyapmiz endi. O'zimiz asosiy ishdan tashqari qo'shimcha ish berdi bugun. Bar Foods degan firmaga. U yerda asosan makka jo'xorini upakovka qiladi. Biz bo'lsa APS degan joyda ishlaymiz. Pomidorni upakovka qilib chiqaramiz. Bizga ana shu yerga qo'shimcha ish berdi. O'z aslida Angliyada ishlaganlar biladi. Ana shu shartnoma qilgan firmasida tashqariga ish bermaydi, qo'shimcha ish yo'q. Ana shu firmada ish bo'lsa qiladi, bo'lmasam karavanda yotadi. Bizga bo'lsa qo'shimcha ishlar beradi, shunaqa haftasiga 1-2 marta beradi. Angliyada mavsumiy ishda ishlaganlar yo bo'lmasam qiziqadiganlar biladi. Bu viza bilan qo'shimcha boshqa ishda ishlash mumkin emas. Ana shu faqat shartnoma qilgan joyda ishlanadi. Lekin bizga qonuniy qo'shimcha ish beradi. Buni xudo xolasa video qilib chiqaraman. Faqat bugun emas, juda charchab keldim ishdan. Like, kommentariy ham bosib tursanglar, albatta erta yoki indinga videosini chiqaraman.